Toyota deganda ko'pchilikning xayoliga hech qachon buzilmaydigan ishonchli mashinalar, dahshatli Land Cruiser yoki abadiy Camry keladi. Ammo dunyoning eng yirik avtokonserni o'zining birinchi katta kapitalini mashina sotib emas, mutlaqo boshqa ishdan topgan desam, ishonasizmi? Obuna bo'ling, hozir aytib beraman. Aslida hamma narsa oddiy to'quv dastgohidan boshlangan. Kompaniya asoschisi Sakichi Toyoda 19-asr oxirida inqilobiy avtomatik to'quv dastgohini ixtiro qildi. Uning qurilmasi shu qadar mukammal ediki, ip uzilib ketsa dastgoh o'z-o'zidan to'xtardi. 1929-yilda u ushbu ixtirosining patentini Britaniyaning Platt Brothers kompaniyasiga naq 100 ming funt sterlingga, o'sha davr uchun aql bovar qilmas summaga sotadi. Sakichining o'g'li Kichiro Toyoda esa aynan shu pulni kelajagi noaniq bo'lgan avtomobil sozlik bo'limini ochishga sarflaydi. Toyotaning mashhur logotipiga e'tibor berganmisiz? Kompaniyaning rasmiy izohiga ko'ra, ichki ikki aval mijoz va kompaniya o'rtasidagi ishonchni, tashqi aval esa dunyo va Toyotaning global rivojlanishini anglatadi. Biroq ko'plab dizayn mutaxassislari unda igna ko'zi va ip ramzini ham ko'rishadi. Bu Toyotaning to'qimachilik tarixiga ishora sifatida talqin qilinadi.